qo'limda ikki xil istagan. Bu qog'oz, ya'ni kraft idish, bu esa plastik idish. Ko'rinish jihatidan premium, arzonroq va ko'p marta ishlatsa bo'ladi. Bu esa faqat 1 martalik. Ammo bu qimmat. Siz kommentariyga yozib qo'ying. Bu ma'lumotlarni bilishdan oldin qaysi birini tanlagan bo'lamiz. Plastik idishga agar issiq suv quysangiz, u haqiqiy zaharga aylanadi. Kraft idishga issiq suvni quysangiz, u shunchaki o'z holatida saqlab beradi. Plastik idishga issiq suv quyganda 3 xil zaharli modda chiqadi. Bulardan biri bisfenol A. Bu erkak va ayollarda gormonal muvozanatni yo'qotadi va bepushtlikka olib boradi. Keyingisi bu ftalatlar. Bu jigarda to'planib boradi. Immunitetni zaiflashtiradi va uzoq muddatda ichki organlarni ishdan chiqaradi. Keyingisi bu sterol. Bu sterol moddasi eng xavfli moddalardan biri bo'lib, u saraton kasalligiga olib boruvchi asosiy moddalardan hisoblanadi. Sterol moddasi inson organizmiga o'rnashgandan keyin xotira ketadi, asab tizimi ketadi, bosh og'rig'i va holsizlik ko'payadi. Plastik idishga issiq suv quyilganda bu moddalarning hech qaysinisi ta'm yoki hid bilan chiqmaydi. Va bu moddalar sizni organizmingizga to'planib boradi va tanangizdan hech qachon chiqmaydi. Buni esa tashlab yuboradi. Keyin esa sizga hech kim bu plastik stakan sabab bo'ldi deb yozib bermaydi. Shuning uchun men o'z hamkasblarimga maslahat beraman va bu narsani qattiq so'rab qolaman. Faqat kraft idishlardan foydalaning.